Namangan viloyati Kosonsoy tumani Mikrokredit bank ATB Kosonsoy BXM tomonidan tashkil etilgan bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida tashkil etilgan loyiha bo'yicha Kosonsoy tumanidagi Yangiyo'l MF'da joylashgan 119-konturning 12,5 gektar maydoniga qizil love mahsulotlari ekilgan bo'lib, hamma texnik ishlari bajarilgan, agrotexnik ishlari bajarilgan. Hosil hozirgi kunda pishish arafasida. Bu yerda 50 nafar dehqon xo'jaligi tashkil etilgan. Har bir dehqon xo'jaligiga 25 sotikdan to'g'ri keladi. Ushbu qizil love mahsulotlarini pishganidan so'ng 200 million daromad olish rejalashtirilgan.